Assalomu alaykum qadrlik anglag'uvchilar. Misrlik yozuvchi Muhammad Ahmad Jadul Mavlaning Qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz. Salih alayhissalom. Ot qavmi Allohga ishonmay halok bo'lgandan keyin Alloh taolo ularning yer zamin, yurt makonlarga Samud qavmidagilarni varis qildi. Samud qavmidagilar bu yerni Ot qavmidagilardan yaxshiroq gullantirdi. Ular yangidan buloq ochdi. Mevalik dal daraxtlarni tikdi. Uy imoratlarni bino qildi. Ofatdan saqlanish uchun yana tog'larni teshib o'ngkurlarni yasadi. Kunini baxtlik bayashat o'tkazdi. Lekin ular Allohning bu iltifotiga shukr qilmadi. Kundan kunga ko'ranglab va tushkunlashib tuyuq yo'lga mangdi. Butqa cho'qinib Allohga e'tiqod qilmadi. Ular teqi o'zlarini mangu mushundaq baxtlik va huzur halovati o'timiz deb chaqlashadi. Alloh taolo Samud qavmidagilar ichidan eng oliyjanob, eng aqlliq, ko'ngli ko'ksi keng Salih alayhissalomni payg'ambarlikka tanladi. Salih alayhissalom o'z qavmidagilarni birdan-bir iloh Allohga e'tiqod qilishga chaqirdi. Ularga Allohning ularni tuproqdan yaratganligini, butun zaminni yaratganligini, ularni mushu zaminda ko'payib, bir-birining ishlariga varislik qilishga nisib qilganligini, hamda ularga ko'rinar va ko'rinmas baxt saodat ato qilganligini aytdi. Salih alayhissalom ularni butqa cho'qinishdan chekladi. U tushuntirib mundoq dedi: But sizlarga ziyo yetkazolmaydi, baxtmi ato qilolmaydi. U Allohning o'rnini hargiz bosolmaydi. Salih alayhissalom o'zining ular bilan bir qavmdan xushalliqdimi, qayg'udimi billa bo'ladigan, jafo mushaqqatni tang tortadigan qarindosh ekanligini aytdi. U ko'pchilikning yaxshi turmush kechirishini umid qiladiganligini, jamoat manfaati uchun jon ko'ydiradiganligini, ularning ziyon zahmatga va baxtsizlikka uchrashini xohlamaydiganligini bildirdi. U Samud qavmidagilardan o'z gunohlari uchun Allohdan mag'firat so'rab, Alloh taolo oldida tavba istig'for etishni talab qildi. U mundoq dedi: Kim Allohga ibodat qiladi ekan, Alloh taolo shuning yonida bo'ladi. Kim chin dilidan tavba istig'for etadi ekan, Alloh taolo uni anglaydi, gunohini mag'firat qiladi. Samud qavmi g'aflatdan uyg'onmay Salih alayhissalomning da'vatlarini rad qildi. Hatto uning payg'ambarligini e'tirof qilmadi. Uning so'zlarini masxir qildi. Ular uni haqiqatan chatnab qopsan, kazzoblik va aldamchilik qilding deb haqoratladi. Ular Salih alayhissalomga mundoq dedi: Ey Salih, ilgari biz seni fikri o'tkir, aql farosati ziyoda deb bilib, go'zallik va aql farosatning simvoli qilib olgan edik. Sening mol tajribang va aql farosatingga tayinish orqali jaholatni yo'ritgan edik. Biror tabiiy ofat yoki peshkanlikka duch kelib qolganda, biz hamon sendan maslahat so'rab, sening ko'rsatgan nasihating bilan mushkulchilikdan qutulatdik. Biror ofat yuz berib qolganda, biz hamon sana nijot yo'l tuzimiz deb umid bog'laydik. Biroq hozir sen nima bo'lib qilyapsan? Bizga nimalarni da'vatsan? Ajaba amdilik desan, ota-bobolarimiz e'tiqod qilib kelgan butlarni inkor qilmoqchimi? Biz uningga e'tiqod qilib o'rgangan va uningga e'tiqod qilish bilan o'sib cho'ng bo'lgan. Bugun biz sening so'zlaringdan gumonlanamiz. Biz sening e'tiqodlaringga ko'ngil to'xtalmaymiz va ishonmaymiz. Biz ota-bobolarimiz e'tiqod qilib kelgan narsani tashlab, sana agishib hamoqatlik qilmaymiz. Salih alayhissalom ularni qarshilik ko'rsatmaslikka ogohlantirdi. Ularga o'z ustidagi elchilik burchini ochiq jakarladi. Allohning ularga baxt saodat beg'ishlaganligini eslatdi va Allohning g'oyat zo'r kuch-qudratini sharh etdi. Ularning shak-gumonlari va xato tushunchalarini tugutish uchun Salih alayhissalom ularga monolarni jakarladi. Mening bunda qilishim qandoqdir o'zimning bir foydasini ko'zlaganligim emas, pul va mol dunyoni ko'zlaganligim emas va yoki hukmron o'rniga o'tib olish uchunmi emas. Sizlarni yetaklashim qandoqdir sizlardan haq yoki martaba talab qilish uchunmi emas. Chunki mening haqqimni Alloh taolo o'zi beradi. Samud qavmidan ojizroq bo'lganlarning ba'zisi bayat qilgan bo'lsa-mu, lekin o'zini cho'ng tutadiganlar yana iymon keltirishni xohlamadi. Ular jahillikdan yanmay butqa cho'qinishda ching turdi.
Ular Salih alayhissalomga mundaq dedi: "Qaraganda sen savdoyi bo'lib qolgandek tursan. Hozir sening ilgirki to'g'ri qarashlaringdan qilcha asar yo'q. Qaraganda sana jin chaplashib qolgan o'xshaydi. Shu sen o'zingmi bilmaydigan ishlar ustida qalaymaqan jo'lib yuriysan. Senmi bizga o'xshash oddiy odam. Sening bizdan ortiq oliyjanob yering yo'q. Aramizda sendan muqobil, kuchlik, kelgusiga hukm qilish va elchilik burchini ustiga ilish jihatda sendanmi salohiyatli odamlar bor. Sening vaz nasihat qilishing, o'zingni ko'tarishga, qavmimizga katvash bo'lishga urinishdan boshqa narsa emas." Ular Salih alayhissalomni o'z e'tiqodidan voz kechib, ikkinchilab bundaq tashviqotni ilib bormaydigan qilishga urindi va uningga: "Agar biz sana agishadigan bo'lsak, u chaqda biz to'g'ri yo'ldan chetnab, tilsimatga kirib qolamiz", dedi. Salih alayhissalom ularning bema'ni so'zlariga radiya berdi va ularning eziqtirishiga aldanmadi. U mundaq dedi: "Ey qavmim, aytinglarchi, agar men Parvardigorim tarafidan nozil bo'lgan aniq dalillarga asoslansam va uning rahmati, ya'ni payg'ambarligiga sazovor bo'lsam, shundoq turg'uliq Allohga qarshilik qilsam, Allohning azobidan kim qutuldirdi? Meni o'zinglarga agishishga da'vat qilish bilan menga ziyondan boshqani ziyoda qila olmaysizlar." Qavm ichidagi ba'zi kataboshlar Salih alayhissalomning o'z e'tiqodida ching turganligini ko'rib qattiq sarosimaga tushdi. Ular Salih alayhissalomga agashuvchilarning bag'ansiri ko'payib, uni qo'llaydiganlarning kundan kunga ulg'ayib ketishidan va uning ko'pchilikka yo'lboshchi bo'lib qolishidan qo'rqatdi. Bundaq bo'lganda ular bahramon buyruq tushirolmaydi. Kishilar bir ishga duch kelsa, Salih alayhissalomni tepishi mumkin edi. Bu katvoshlar agar mushundaq ketaversa, shak shubhisizki, Salih alayhissalomning ko'pchilikni Allohga e'tiqod qilishdek hidoyatga boshlab ketishidan, o'zlarining bo'lsa davlat va huquqdan mahrum bo'lishidan ansiraydi. Ular Salih alayhissalomni xaloyiq o'ttirisida mat qilish uchun uningdan o'zining tashabbuslarining to'g'riligiga, elchilik burchining rostligiga isbot ko'rsatishini talab qildi. Salih alayhissalom mo'jiza sifatida Qur'on tashning orasidan bir to'gi chiqadi. Bu to'gining aloydiligi shu ediki, u butun qabilaning suyini ichib yetadi. Qanchalik nurg'un suv ichsa, shunchalik sut beradi. Salih alayhissalom bu mo'jizani ko'rsatgandan keyin qavmining to'lisi yanada iymon etmadi. Salih alayhissalom qavmining to'giga chiqilishdan ogohlantirdi. Ularni to'gini o'ltirdigan bo'lsa, ularning Allohning azobiga qoladiganligi bilan ogohlantirdi. To'ga Allohning zaminida o'tlab, Samud qavmidagilar orasida bir mahal yashadi. Go'yida u suv manbasini o'zining qilib oladi. Go'yida bo'lsa u yerdan neri ketib, suvni kishilarga o'tinadi. Ba'zilar bu ahvolni ko'rib qoyil bo'lishdi va Salih alayhissalomning payg'ambarligiga ishondi. Bu hol o'zini cho'ng tutadigan ashu kishilarni hayratga qoldirdi va sarosimaga soldi. Ular o'zlarining o'rni va huquqining qo'lidan ketishidan vahima edi. Ular Salih alayhissalomning ummatlariga ularning qalbi yo'q-yo'riq, ko'ngli ozodi edi. "Sizlar Salihni, uning egisi avatganligini bilamsizlar" dedi. "Biz uning payg'ambar ekanligiga ishonamiz" deb javob berdi Salih alayhissalomning ummatlari. Shundaqdimi o'zini cho'ng tutadigan ba'zi hakkavurlar yanala o'z hoshini topmadi. Ishonmaydiganligini yanama ilgirlagan holda bildirishdi. Ular "Sizlarning e'tiqod qilganinglarga biz ishonmaymiz" deyishdi. Tishto'gining gavdasi noit yo'g'on, ko'rinishi g'alati bo'lib, Samud qavmidagilarning qo'y, kala va to'gilari uningdan qo'rqatdi. Shunga ular bu to'gidan bekmi bezar edi. Bo'libmi ular suvga muhtoj bo'lganda, suvga erishamay qilishidan ansiraydi. Uning sababi shuki, bu to'gi Go'yida suv manbasini egilib olib, o'zining qilib olsa, Go'yida suv manbasini boshqalarga o'tinib beradi. Uning ustiga bu to'gi Allohning Salih alayhissalomga bergan mo'jizasi bo'lib, nurg'un kishilarni Salih alayhissalomga ishondirdi. Balki ishonguvchilarning soni borgan-sari ko'paydi. Allohning mo'jizasini og'dirib tashlash uchun heliqi bir to'p kishilar niyatini buzdi. Salih alayhissalom garchi ularni to'giga ziyon zahmat yetkazmaslikka ogohlantirgan bo'lsa-mu, lekin oxirgi hisobda ular yuqorqidek sabablar tufaylidan
tögünü o'ltirish niyatiga keldi. Ular tish tögünü g'oyat zo'r xavf va baloyi ofat deb qarag'anlikdan uningga o'ch edi. Lekin ular Salih alayhissalomning ogohlantirishini o'ylaganida tögiga qaramliq bilan qo'l silishga petinolmaydi. Ularning qo'rsiqida jin bo'lsa-mu, yana kelib ular tögidan qo'qsa-mu, ham uningga o'ch bo'lsa-mu, lekin ularning hech qaysisi tögiga tavakkulchilik bilan qo'l sololmaydi. Shunga ular ayollarni vasita qilib turib, o'z maqsadlariga yetmoqchi bo'ldi. Ayollar erkelaydi, kishini maftun qila oladi. Ular mushunda hunarini ishga silib, o'zlari qilmoqchi bo'lgan ishlarni qila oladi. Ayollar bu hunarni ishlatsa, erlar umuman bo'ysunadi. Ba'zida hatto jonbozlik bilan ayollarning orzu istaklarini o'rindab beradi. Saduqa binti Muhya ismli bir ayolning Mastaq ibn Mahruja ismli bir erga ko'zi tushib, agar sen Solihning dalil isboti bo'lgan tish tögini o'ltirsang, o'zimni sana tutaman deb va'da berdi. Allohga ishonmaydigan Abra ismli yana bir shaqiyning Qudar ibn Salib ismli bir erga ko'zi tushib, uningga menga pulmi lozim emas, so'g'i salommi lozim emas, sen ashu tish tögini o'ltirvasan, bir qizimni sana beraman dedi. Mushundaq iziqtirish natijasida heliqi ikki er yomon niyatga keldi va o'zlariga yordamchi izlab, oxiri 7 odamni tepib tish tögini o'ltirish uchun yo'lga chiqdi. Ular tögi doim o'tib turadigan bir yerga mukindi. Tögi suv ichib qaytganda Mastaq o'xya etib tögining yo'tisini zaxmlantirdi. Orqadan Qudar ibn Salib yugurib kelib tögining qizil tomiriga shamshar urib yiqitdi. Ondan yana tögining ko'ksiga shamsharni bir necha qatim zarba bilan urib, tögini o'ltirdi. Bu ishkaylan tögini o'ltirib bo'lib, xuddi ig'ir yukdan xalos bo'lgandek gulqaqalari ichilib, gumrohlarga xush xabar yetkazdi. Kishilar go'yo g'albi nusrat bilan qaytib kelgan sarkardilarni yoki podshohlarni kutib olgandek ularga tantana qilishdi. U ikkisi uchun gullardan mazanga to'qishdi va eng go'zal so'z iboralar bilan ularga madiya o'qishdi. Ular tish tögini o'ltirib, Allohning irodasiga xiloflik qildi. Ular Salih alayhissalomning o'zlariga bergan ogohlantirishlariga pisand qilmadi. Aksicha Salih alayhissalomga agar Alloh taolo seni rostilla avatgan bo'lsa, qani sen o'zingning ogohlantirishlarini naqlashtirib boqqana deyishdi. Men sizlarni tögiga ziyon zahmat yetkazmanglar deb ogohlantirgan bo'lsam-mu, lekin sizlar yanada jinoyat o'tkazdinglar, dedi Salih alayhissalom ularga. Sizlar oilanglarda 3 kun rohatlanib turinglar. 3 kundan keyin sizlar balog'i yo'liqsizlar. Bu sizlarni oldiganliqim emas. Salih alayhissalom ularga 3 kunlik muhlat berib, ulardan mushu mezgilda Allohga tavba istig'for etishini va o'ziga bay'at qilishini umid qildi. Lekin bu ahmoqlarga Salih alayhissalomning bergan ogohlantirishlari va qilgan kengchiliklari butunlay bekorga ketdi. Ularni uyg'otamadi. Ular Allohga tavba istig'for etish tugul, aksicha Salih alayhissalomning ogohlantirishlarini yolg'ondan to'qib chiqqan gaplar deb qarab, zodil pisand qilmadi. Ular Salih alayhissalomni o'z va'dalarini naqlashtirishga majburlaydi. Salih alayhissalom ularga: "Ey qavmim, sizlar nimishqa rahmatdan burun azobning kelishini tilaysizlar? Sizlar rahmatga erishishinglar uchun nimishqa Allohdan mag'firat talab qilmaysizlar?" dedi. Sura Naml 46-oyat. Ular jahillik qilib o'z hoshini topmadi va so'ran silib Salih alayhissalomga: "Biz sening va agashguvchilaringning kasofatidan baxtli bo'lolmayotimiz", dedi. Ba'zi kishilar texi til biriktirib, aljimiqqanda Salih alayhissalomning oilasiga yoshirin kirib, uni va uning xish aqrabolarini o'ltirish to'g'risida maxfiy maslahatlashdi. Ular o'zlaricha mushunda qilsak hech kim ko'rmaydi deb qarashdi. Bu maslahatni maxfiy tutish to'g'risida putishdi. Ular Salih alayhissalomni va uning xish aqrabolarini o'ltirish bilan o'zlarini baloyi ofatdan saqlab qola olamiz deb qaraydi. Lekin Alloh taolo ularni o'z mayliga qo'yib etmadi. Balki ularning suiqasdini tarmar qildi hamda ularni qaysi yo'l bilan shumliq qilgan bo'lsa, shu yo'l bilan joyladi. Alloh taolo Salih alayhissalom va uning agashguvchilarini qutuldirib olib, gumrohlarga tegishli jazo berdi. Birdilla osmon hayvatli guldirildi. Asi gumrohlar
o'z oilasida chaqmoqqa so'qilib o'lishdi. Ularning bino qilgan hashamatlik uy imoratlari, to'plagan pul mollari, ahyo qilgan tog'lardagi panohlanish joylari va nurg'un choripoylari ularni bu qismatdan qutuldirib qololmadi. Solih alayhissalom ularning ofatga uchirganligini ko'rib, intayin azoblandi. U yerda yotgan jasadlarga va ularning qurg'dilib qolgan uy makonlariga qarab, "Ey qavmim, sizlarga haqiqatan Parvardigorimning farmonini yetkazdim. Sizlarga nasihat qildim, lekin sizlar nasihat qilguvchilarni yoqtirmadinglar" dedi. Sura A'rof 79-oyat. Diqqat berganingizga rahmat.